kitob o'qimaydigan insonlar bor, ko'pchilik, bahonalar ko'p. Vaqtim yetmaydi, dangasalik, uyqum kelib qoladi deydi. Men ko'p kitob o'qiysiz-ku. Qanaqa qilib boshlash kerak shular kitob o'qishni? Boshlolmayotgan odamlarga. Men har doim aytaman, eng yomon trenirovka bu bo'lmagan trenirovka. Хотя бы kitob o'qisanglar ham hamda yo'ldan ko'ra, kitob ochmagandan ko'ra. Zalga kelib ozgina qimirlab ketsanglar ham hamda yo'ldan ko'ra. Eng muhimi qilish. U kitobni ochgandan keyin, 2 bet o'qigandan keyin kirib ketadi odam, qiziqib ketadi. Ikkinchi kun 3 ta bet o'qiydi. Keyin 4, 5, 10 shunaqa qilib bir haftada bitta kitob o'qiydigan bo'lib qoladi. Eng muhimi tartib bo'lish kerak. Har kuni qilish kerak. Chunki men har doim aytaman, kitob o'qish bu ong uchun oziqa. Shunaqa. Ibodat bu ruh uchun oziqa. Mashg'ulotlar bu tana uchun oziqa. Mana shu 3 ta narsani mukammal qilib ketish kerak. Ko'proq qilish kerak. Har doim aytaman, odam o'zini mukammal versiyasini yaratish kerak har tomonlama. Shunaqa. Chunki kitob o'qigan odam televizor ko'rayotgan odamni boshqaradi. Har doim. Shunaqa. Chunki kitobda juda ham ko'p hikmat bo'ladi, juda ko'p donolik bo'ladi. Bitta kitobni yozgan odam 15-20 yil umrini ketkizgan, nimadir tushungan, shu narsani kitobga kiritgan. Biz 15 yil, 20 yil vaqt ketkazishimiz kerak bo'lmaydi. To'g'ri. Shu narsani tushunish uchun. Boshda yozilgan narsani o'qiymiz, o'taga yozilgan tajribani olamiz va hayotda ishlatamiz.